Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarim, salomatmisiz? Keling, bugun birgalashib yana bitta ajoyib qatlamani birgalashib tayyorlaymiz. Demak, bismillah, ishimizni boshlaymiz. Qatlamamizni xamiri juda ham osongina tayyor bo'ladi. Retseptlari hammani uyda bemalol topsa bo'ladigan oddiy narsalar. Idishimizga iliq suv solamiz. Uni ketidan bir choy qoshiqda tuz solib, hammasini, ya'ni tuzimiz eriguncha aralashtirib olamiz. Tuzimiz erib bo'lgandan keyin endi pista yog'i solamizda, nomiga bir ro'v aralashtirib olamiz. Uni ketidan elanib qo'yilgan un solamiz. Endi xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizni juda ham ko'p mushlamaymiz, ya'ni xamirimiz qattiq xamir bo'lishi kerak emas, o'rtacha yumshoq xamir qorishimiz kerak bo'ladi. Agar xamirimiz qattiq qilib qoriladigan bo'lsa, pishgandan keyin ham qatlamamiz ozgincha qattiqroq bo'lib tayyorlanadi. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni bir xil qilib 3 ga bo'lib olamiz va har bitta bo'laklarni chiroyli qilib zuvala shakliga keltirib olamiz. Tayyor bo'lgan zuvalalarimizni endi kamida 20 minutga xolodilnikka qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bunaqangi qatlamalarni ko'pchilik ayollarimiz yaxshi bilishadi, chunki bu kecha chiqqan pishiriq emas. Bunday qatlamalarni aslida bizni bolaligimizda onalarimiz, buvijonlarimiz pishirib berishardi. Chunki bizning bolaligimizda bozorda, do'konlarda pishirig'i turlari juda ham ko'p bo'lmagan, ya'ni hozirgidek bo'lmagan. Onalarimiz bizga qatlama yoki bo'lmasam holvaytar pishirib berishardi. Mana shunday qilib bizning yoshligimiz juda ham beg'ubor, soddagina bo'lib o'tgan. Endi ishimizga qaytishni boshlaymiz. Mana xamirimizni ham yoyib oldik. Uni orasida margarinimizni eritib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Erigan margarinimizni xuddi videoda ko'rganingizdek hamma joyiga yoyib chiqamiz. Margarin xamiri hamma joyiga borishi kerak bo'ladi. Eritilgan margarinni xamiri hamma joyiga surib olganimizdan keyin asta-sekinlikda mana videoda ko'rib turganingizdek o'qlovga o'rab olishimiz kerak. Endi buni xuddi shunday qilib qo'llarimiz bilan ishlov berib chiqamiz va o'qlov o'rtasidan pichoqda kesib chiqishimiz kerak. Xamirni kesib olganimizdan keyin endi buni bir xil razmerda o'rtasidan kesib olishimiz kerak bo'ladi yana. Endi xuddi shu videoda ko'rganimizdek qilib ozgincha xamirimizni tortib o'rashimiz kerak bo'ladi. Shundoq qilib 3 ta zuvalamizdan 6 ta qatlamamiz tayyor bo'ladi. Birin-ketin hamma zuvalalarimizga xuddi shunaqa qilib ishlov berib olamizda. Endi buni ustini salofanlab yopib, xolodilnikka 20 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Juvada yoyayotganimizda xamirlarimiz bir-biridan ajralib ketib qolmaydi. Shuning uchun ham ozgincha xamirimizni tortamiz. Oradan 20 daqiqa o'tdi. Endi bularni yoyishni boshlaymiz birin-ketinlikda. Nonlarimiz juda ham yupqa qilib yoyilishi kerak emas. Yoyilayotganda ham hamma tarafi bir xil shaklda yoyilishi kerak. Ayniqsa o'rta tarafiga ozgincha ko'proq ishlov berib, aynan shu o'rta tarafini sal yupqaroq qilsak ham bo'ladi. Sizga qatlamani qaysi turi ko'proq yoqadi, o'shani ham kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi safar balkim siz aytgan qatlamani qilib ko'rsatishim mumkin. Mana qatlamalarimizni yoyib oldik. Endi qizib turgan yog'da ikkala tarafini chiroyli qilib tilla rangga kirgunicha qovurib olamiz. Qatlamamizni o'rta olovda pishirib olamiz. Qatlamani pishirayotganimizda kapkir bilan hamma joyiga shunaqa qilib urib turishimiz kerak, ya'ni bosib turishimiz kerak. U qatlamamizni bir xilda hamma joyini qizarib pishishiga sababchi bo'ladi. Mana u tarafini ham, bu tarafini ham aylantirib ko'rib, qaysi tarafi oqarib qolgan bo'lsa, o'sha tarafini ko'proq kapkirda bosib turib, asta-sekinlikda hammasini pishirib olamiz. Xohishga ko'ra qatlamamiz tayyor bo'lishi bilan issiq holatida ustiga shakar sepsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam shakar upasini ham sepsak bo'ladi, uni farqi yo'q. Agar shirin qatlamani yaxshi ko'rsangiz albatta, bo'lmasam o'zi ham juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ladi. Hech narsa sepmasdan ham dasturxonga tortsak bo'ladi. Mana birgalashib bugun qatlama tayyorladik. O'ylaymanki qatlamamiz juda ham chiroyli chiqadi va uydagilarimizga ham yoqadi. Videom sizga yoqqan bo'lsa va siz aynan shu retsept bo'yicha qatlama pishirayotgan bo'lsangiz, albatta duolaringizni eslab qo'ysangiz menga kifoya bo'ladi. Hurmatli opa-singillarim, bugungi videom ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelasi videolarimda yana g'oyibona uchrashguncha
Xayr, salomat bo'ling.